to'xtatib oldi. Jarima maydoniga yaxshi pas, zarba va gol! Hisob ochilyapti. Mavsumning dastlabki goli OKMK tomonidan kiritilmoqda. Mana shunday boshlandi o'yin. Javohir Ro'ziyev, darvozabon Shirinboy Abdullayev aytib o'tdim, u kubokda darvozabon bo'lishiga qaramasdan gol urib, OKMKni guruhda qoldirib ketgan futbolchi. Oyoq bilan yaxshi o'ynaydi. Hozir yuqoridan uzatma va gol! Kun bo'sh hududda. Hech kim qo'riqlagani yo'q. Ahrorov, Saidafzalxon yuqoridan oldinga yaxshi vaziyat, zarba, gol! OKMK jamoasi yakunda darvozani ishg'ol etmoqda.